Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz hayvonot olamining xilma-xilligi. Bu mavzuni 6 ta reja asosida yoritib boramiz. Birinchi reja hayvonot olami haqida umumiy tushuncha. Ikkinchi reja hayvonlarning tasnifi. Uchinchi reja hayvonot dunyosining biologik xilma-xilligi. To'rtinchi reja hayvonot dunyosining geografik tarqalishi. Hayvonot olami tabiatning ajralmas va muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Yer yuzida hayvonlarning millionlab turlari mavjud. Ular o'z tuzilishi, yashash muhiti, ovqatlanish usuli va ekologik vazifalari bilan bir-biridan farq qiladi. Hayvonlar inson hayoti, tabiiy muhit va biologik muvozanatda katta ahamiyatga ega. Ularning xilma-xilligi tabiatning go'zalligi va boyligini ifodalaydi. Hayvonlarning tasnifi. Hayvonlar ikkita katta guruhga bo'linadi: umurtqasiz va umurtqali hayvonlar. Umurtqasiz hayvonlar skeletga ega bo'lmagan hayvonlar bo'lib, ularga hasharotlar, qurtlar, mollyuskalar, zaharli dengiz hayvonlari kiradi. Umurtqali hayvonlarga esa orqa umurtqa suyagiga ega bo'lgan hayvonlar kiradi. Bu guruhga baliqlar, amfibiyalar, sudralib yuruvchilar, qushlar va sut emizuvchilar kiradi. Har bir guruh o'ziga xos tuzilma va yashash tarziga ega bo'lib, ular evolyutsion jarayonlarda muhim o'rin tutadi. Hayvonot dunyosining biologik xilma-xilligi. Hayvonlarning xilma-xilligi ularning turlar soni, genetik farqlari va yashash muhitlarining turlicha bo'lishi bilan belgilanadi. Bugungi kunda fanga 2 milliondan ortiq hayvonot turi ma'lum bo'lib, bu raqam har yili yangilanib boradi. Xilma-xillik hayvonlarning turli sharoitlarga moslashuvi va uzoq vaqt davomida kechgan evolyutsion jarayonlar natijasidir. Ekotizmdagi o'rni va roli. Har bir hayvon turi ekotizmda muayyan o'ringa ega. Ular oziq zanjirining ishtirokchilari sifatida faoliyat ko'rsatadi. Tabiiy muhitni muvozanatda ishlab turadi. Changlatish, ari, kapalak hasharotlar, urug' tarqatish, tuproqni haydash kabi ekologik vazifalarni ham bajaradi.